Tanishing, siz va bizning hayotimizda bir qancha funksiyalarni bajaruvchi birgina tog'ora. Aksariyat hollarda tog'ora kir yuvish vazifasini bajaribgina qolmay, bir vaqtning o'zida bolalar uchun basseyn, to'y yoki tug'ilgan kunlarga kech qolayotganimizda bo'lsa, yuruvchi vanna. Mana yoqqa qo'ying. Ko'zim achishib ketyapti, ketdi. Shamollaganimizda oyoqlarimiz uchun issiq vanna sifatida foydalanishimiz odat tusiga kirgan. Bolalarni ovutish uchun attraksion ham, yuk tashish moslamasi ham va hatto jahlingiz chiqqanida hovuringizdan tushiradigan ham shu matoh bo'ladi. O'zbek, masa kelmadi udan. Tog'oramiz teshirib qolibdi-ku. Ha mayli, hech qisi yo'q. Tashlab yuborishga shoshilmaymiz. Hali unga atalgan yangi missiyalarimiz talaygina. Bular uy hayvonlarimiz uchun ovqat idishi yoki xonadonimizdagi ta'mirlash ishlaridagi beminnat dastyorlik kabilar bo'lishi mumkin. Va o'z manfaatlarimiz yo'lidagi jamiki xizmatlarni o'tab bo'lgach, tog'ora bilan mana shunaqa holatda shunchaki xayrlashamiz. Lekin hali bu yakun emas. Tog'ora hali juda uzoq umr ko'radi. Boshida tog'orada Ibing, hay butun tog'ora-ku? Kundalik hayotimizda siz va bizga hali juda ko'p mehnati singadi. Mani kelmoqda, tashlab ohista qadam.